4-ci qism. Abbasning o'limi Amina achiga shundaq ig'ir kelgan bo'lib, azobdan Amilga ta'siri bo'ldimi, qizini baldurla yengigan edi. Shuningdan tartib Amina acha balalarga ham ana ham dada bo'lib, tartmagan jafosi qolmagan edi. Amina acha shu ishlarni xiyol qilib, zaif ovozi bilan bo'shqini: "Hey, balalarni yana shu kichik vaqtda yaxshikan" deb pichirlab qo'ydi. Amina achining kesili barg'ancha eg'irlab ketyotdi. Kun ko'rmaydigan bu uyda Amina acha bo'lakchili ojizlab kuch madori qolmagan edi. Mag'firat Amina achini unutib qolgan bo'lsa kerak. Vaqt xilili bir yerga borgan bo'lsa-mu, Amina achiga kechki tomoq olib tushib bermadi. Shunday qilib, g'ayrib kechidan yana birisi o'tib ketdi. Amina achini og'riq, bearomchilik, xo'rliq qattiq qiynab azoblayotdi. Amina acha qiynalib yetaverishni xohlamadi bo'g'ay. Asta o'rnidan turib, ko'ni oyog'ini kiyib, asta qadamlari bilan yer osti uydan chiqib, nishonsiz holatda shahar tarafga qarab mangdi. Tonurdek issiq havoda Amina achining peshonasidan terlar eqishga boshladi. Shu topda Amina achiga mengish shunchalik ig'ir kelyotdi. Butun badanini birsi urib chiqayotgandek og'rib ketyotdi. Amina acha qanchalik mangdi bunisi noma'lum. Oxiri bir yerga kelganda putida mag'dur qolmay joyig'ili yiqildi. Amina acha ig'ir tinib atrofga sapselishga boshladi. Xato emas, u o'zi doim narsa kerak sotqili keladigan yig'ib olish o'rnining oldiga kelib qolgan edi. Amina acha oxirgi g'ayratini yig'ib o'rnidan turdi va oldiga qarab mangdi. Shu necha 10 metr yerni u shuncha tasda besiyotdi. Amina acha oxiri yig'ib olish o'rnining ishiga oldiga keldi. Aminani ko'rgan yig'ib olish o'rnining mas'uli Lavma: "Keldingmi Amina? Voy, bugun sotqili baranas ekanmapsan-ku?" deb so'radi. Amina yig'lab turib: "O'zimni sotdim-man. O'zimni sotdim-man, Lavma" deginicha yerga yiqildi. Buni ko'rgan Lavma jiddiylashib: "Amina! Amina! Hey, Amina!" deb yugurganicha Amina achining qiyshig'i keldi va uni ko'targanicha uyga akirib, supining ustiga yotqizib ayoliga: "Tez bo'ling, suv akiling" dedi. Lavmaning ayoli jiddiylashganicha oshxona uydan bir stakan suvni chiqib Lavmaga tutqizdi. Lavma suvni Aminaga ostag'ini ichkizdi. Uzoq o'tmay Amina acha hushiga keldi. "Oxiri uyg'onding Amina. Degina, zodi nemish bo'ldi? Nemishqa bu ahvolga tushib qolding?" Amina acha ko'ziga liqqida yosh elib: "Qara Lavma, boshqalarga desang so'z cho'chak bo'ladi ekan. Demisang dard. Ish qilib bakli g'ayrib sinib ketdim" dedi. Lavma ayoliga qarab oshxona uyini ishorat qilib qo'yib: "Menga qara Amina. Ikkimiz tanishqilimi xeyli yillar bo'lib qopti. Bir-birimizning qandoq odam ekanligini bilishmaydigan odam bo'lmagandan keyin nemish bo'lsa menga davagin. Ichingga yutma, yutsang kasal bo'lib qolasan" dedi. Amina ko'zdagi yoshni surtib etib, bo'lgan ishlarning hammasini Lavmaga tafsili so'zlab berdi. Angicha Abdusalom xizmatini tugatib uyga qaytib keldi. Shahzod dadasini ko'rib qavatli xush bo'lgan edi. Mag'firat yo'ldishiga: "Hajabmi uzun yo'qib ketdingiz-ku?" deb so'radi. "Gapini qilma xotin. Bosh direktor komandirovkaga chiqdi ekan to'q. Qerishqandek
Katiba og'rib kelib ruxsat so'rabdi. Shu direktor meni bilib bering deb shu asli sizlarga telefon qilib qo'yay deb o'ylagan. Shu aldirashchilikda vaqt chiqmay qoldi. Dedi. Ha, tayinliq chiroyli ayollarni ko'rib, meni unutib qolgansiz, tayinliq. Dedi Mag'firat. Tuzuk bir gap qila xotin. Seni qandoqmi unutib qolay? Voyras, opam ko'rinmaydi-ku. Opam qani? Dedi Abdusalom. Mag'firat qash qapoqlarini so'zib, apam yaqindan buyon yotgan joyiga tarat qilib qo'ydigan bo'ldi. Shunlashqa yerosti uyni jabdib, apamni shu uyga o'rlashtirib qo'ydim. Dedi. Bu gapni anglab Abdusalom qo'lga elib bo'lgan piyolani ustalga jaqqida qo'yib, Nima? Opamni yer osti uyiga tushirayotdingmi? Xap, jumo seni xap, ha? Ey, elimni necha vaqtdan gap qilmadim sana. Opamga qilmagan qilig'ing oz qoldi. Endi bo'pti depasam, opamni yer ostiga qo'g'lab tushirayotdingmi? "Voy, menga nimaga baqiraysiz? Qilganim xatoma mening. Men jo'q, men uyni yomon taslim mushunchilik qilgan. Cho'pjon bo'lib qolgan odam o'ziga o'zi ega bo'lolmasa, mau degan yoz 2-3 kunda uy ichiga boshliq qilib bo'lmag'idek bo'lib ketamiki?" Mag'ziga tekkan bir shaplaqdan Mag'firatning ko'zlaridan o't chaqnab ketdi. "Meni urib-otamsiz?" dedi Mag'firat yuzini tutqunicha Abdusalomga. Abdusalom Mag'firatga hurpaygunicha, Urma qandaq? Sening shu opamga haqorat qildigan tilingni sug'urib olaman tiqi. Abdusalom uydan chiqib, yer osti uyga tushib, uyning eshigini chekdi. Lekin eshikni qayta chekkan bo'lsa-mu, uy ichidan hech qanday bir sado chiqmadi. Abdusalom eshikni ochib, uy ichiga kirdi va uduldagi tomga esib qo'yilgan dadasining suratini ko'rib, xuddi dadasi o'zini ayblayotgandek shunchalik vijdon azobi tortib ketdi. Hamda tezlik bilan yer osti uydan qaytib chiqib, uyga kirdi va Mag'firatga qarab, Sana yerim kun vaqt berman. Nadim bo'lmasa opamni tepib akal. Bo'lmaydigan bo'lsa, ha? Abdusalom gapning oxirini yutib-etdi. Shu topda Abdusalomning ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Abdusalom gapini qilib bo'libla orqaga burilib, eshikni jang'ida yetib chiqib ketdi. Abdusalomning savri qochsimi to'shdi bo'lg'ay. Uning hozirgi achchiqiga hech qanday gap to'g'ri kelmaydi. Aminaning so'zini anglab, Lavmaning shunday achchiqi kelgan bo'lib, shu topda vafosiz o'g'il bilan besham kelin Mag'firatni chaynab purkivatgisi kelib ketgan edi. Amina bor gaplarning hammasini Lavmaga davitib, ichi bo'shab qoldi bo'lg'ay, cho'nqur birni tinivetdi. Bo'ldi. O uyga endi qaytma. Sen balam, kelinim degining bilan ularning oldida har bo'g'icha mening uyimda turg'in. Bir odamni beqib ketguchilikim bor. Dedi Lavma. Amina acha indamay yerga qarab o'ltirdi. Ang'icha Lavmaning ayoli birchini oshni Aminaning oldiga qo'ydi. Qani, tomoqqa boqqin. Ozroq tomoq yeb ol. Dedi Lavma. Amina tomoqni elib yeyishga boshladi. Amina tomoqni yeb bo'lib, birdan o'ltirgandan keyin Lavmaga qarab, "Sen mo avara qilmay. Endi men qaytay." Kim seni meni avor qiladi deydi. To'li yo'q gapni qilmay. Mush yerda turavergin, ha? "Qara Lavma. Seni xo inimda ko'raman. Biroq rost gapni qilsam, ko'nalmasligimdan qo'rqaman. Ko'nala o'z uyimning bo'shliqi, put qo'limning xo'shliqi deb tikan. Meni mo tanqislikda qo'ymasang." dedi. Lavmamu Aminaning gapini anglab, to'g'ri ko'rdi bo'lg'ay, boshqa gap qilmadi. "Amsa, men mang'ay." dedi Amina o'rnidan turib. Navoda o'g'ling bilan kelining yana shunda qilib qolsa, udul mening uyimga kelgan, ha Amina?
dedi Lavma. Amina acımı iliq gülümsirab beshini iyneklashdi. Shu tapda Abdusalom bilan Mag'firat taraf-tarafdan Amina ajini izlayotdi. Kunmu bara-bara o'ldirib, atrofini qorong'ulik bosdi. Mag'firat bilan Abdusalom mahalla ichini bir aylangan bo'lsa-mu, Amina ajini topolmay qaytib kelgan edi. Shu tapda Abdusalom o'zini shunda qattiq tutib olyotdi. Hey, opamga nemishqa undaq muomalada bo'lsa? Nemishqa opam ig'ir oladigan ishlarni qilib, opamning ko'ngliga azor berib, uni ketkizib yetsa? Opamdek mehribon, oq ko'ngil insonni tushingdami ko'rmaysan, angladingmi? Mag'firatni yana bir shaplaq soldi. Yo'ldan o'tgan kechganlar ularga qarab nimalarnidir pichirlab qo'yib o'tib ketib-atdi. Shu asnoda Iroqdan birsining qarisi ko'rindi. Mag'firat, "Appa!" deb varqirdi. Abdusalom tezla orqaga qaradi va yugurgunicha opasining qo'yniga o'zini etib, "Jinim opa, meni kechiring. Mendek vafosiz, insofsiz o'g'lingizni kechiring. Sizni kutamadim-ku opa. Sizni rozi qilolmadim." dedi ham öksüp yig'lab ketdi. Amina aja qo'ruq tushib yerilib ketgan yirik qo'llari bilan o'g'lining ko'z yeshini surtib turib, "Undaq dema o'g'lim. Faqat sizlar yaxshi turmush kechirsanglarli bo'ldi", dedi. Abdusalom Amina ajaning o'nmig'inga qaramay opsini yudib 5-qavatga chiqdi. Kechlik tomoqni opasining yanida o'ltirib birga yedi. Kechda uxlashdan burun Amina ajining putini yuvib qo'ydi. Bugun Amina aji uchun shundoq baxtli bir kun bo'lgan edi. Amina aja karvatida to'g'risiga qarab tikilganicha yetib, bayonqa bo'lgan ishlarni qayta boshdan xiyol qilyotdi. Shu tapda Amina ajining xiyolida farzandlarining burun qilgan atganlari ko'tarilib ketgan edi. Tuyuqsiz Amina ajining vujudini shundoq bir iliq sezim qaplab, ikki qo'li bilinar-bilinmas titrab, bu dunyodan asta-asta vidolashdi. Ertesi sahar Abdusalom opasining hujrasining eshigini yenik chekdi. Biroq uy ichidan hech qanday sado kelmadi. Abdusalom eshikni asta ochib, Aminaning yotoq uyiga kirdi va bo'sh ovozda "Apa" deb chaqirdi. Lekin sado yo'q. Abdusalom asta opasining qishig'iga kelib, Aminani yenik lingshitdi. Abdusalomning yuragi jig'idi qilib qoldi. Aminaning tini muzlab ketgan bo'lib, chiroyida iliq bir tabassum qaytib qolgan edi. Abdusalom o'zini Aminaga etib yig'lab ketdi. "Jinim opa, har qancha cho'ng xatolik qilsam-mu, meni bundoq jazolasangiz bo'ladi", deb öksüp yosh to'kdi. O'ng'icha Mag'firat bilan Shahzodmoq Abdusalomning yeniga kelib, Amina ajining jon uzganligini ko'rib, o'zini tutib ololmay, ko'zlaridan taramlab yoshlar eqishga boshladi. Abdusalom Amina ajining peshonasiga qayta suyib turib, "Jinim opa, sendan o'tinay. Gunohkor farzandingning talabiga ma'qul bo'lgan. Jinim opa, meni tashlab ketmagin. Meni yolg'iz qo'ymagin", deb o'zini qo'yib etib yig'ladi. Ey inson bolasi, shu esingda bo'lsinki, bu jahon hech kimga boqiy bo'lgan emas. Anang hayot vaqtida bir kun bo'lsa-mu
qeşidi bolup, onunğa xoşallık ata qılğın. Meyli senin anan sağ bolsun yoki sarang bolsun, onu xar qılmagın. Ananın senden ko'ngli ağırıp, tinigan kichik bir tiniqamı sen üçün vaqti kelganda cho'ng bir mag'lubiyat hisoblanadi. Farzandini qayta tug'ib olg'ili bo'ladi. Pulnimi keyinchi tepib olg'ili bo'ladi. Biroq onani bir umr topqili bo'lmaydi. Bor vaqtida qadrini qilmay, yo'q chig'ida beshingni toshga ursangmi, anang hargiz qaytib kelmaydi.